Assalomu alaykum dunyodoshlar. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir soat 6. 10-yanvar 2026-yil. Men sizlarga 21-asr dunyoda bo'layotgan voqealar haqidagi she'rlarda o'qib beraman. Albatta o'zimning ijodim mana shu 3 varaq she'r. 1991-yil Moskvaga kirib keldi bir guruh egil. 15 aka ukani qildi chil-chil. 30 yil o'tgach unib chiqdi hosil. Respublikalarda do'stlik yo'q bo'ldi. Ayrim cho'ntaklarda dollarlar to'ldi. Vatanga sodiqlarning rangi so'ldi. Boy kambag'al qilib ikkiga bo'ldi. Boshlandi yegan og'iz uyaladi. Vatanda ayg'oqchilar uyaladi. Ayg'oqchilar hokimga suyaladi. Suvsizlikdan ekinlar kuyaladi. Ocharchilik AQShga qo'l keladi. Dollarlar sotqinlarni boy qiladi. Beparvolik AQShga qo'l keladi. Oddiy xalqlarimiz gadoy bo'ladi. Mana bu birinchi she'r. Moskvadan boshlandi-da. Tinglang mana sizlarga oddiy misol. Prezidentlar uchun yaralgan qurol. Narkotik aralashgan Coca-Cola. Ichganning aqli bo'lar ola-bula. Ichgan inson bo'lar go'yo yosh bola. AQSh charchaydi boylikni ola-ola. Vatan ichida boshlanar sola-sol. Bunga qo'shilish donolarga malol. Vatanda tizim buzildi. Hamma lol. Yeguliklar harom, qolmadi halol. Bunga sabab g'arbdan kelgan shamol. Insonlarda tang bo'ldi-ku hol ahvol. Boshliqlarga gap o'tmas go'yo devol. Bilolmaysan u erkakmi ayol. Bechoralarga to'ymoq bo'ldi hayol. Sotqinlarga hamma narsa bemalol. Tabiiy yemish ketdi karvon karvon. Xitoy zahri keldi karvon karvon. Buni tekshiray deguvchi yo'q inson. Nazorat aktivist qamaldi onson. Ko'ring, pedofillar avjiga chiqdi. Nochor yetimlarni ustiga chiqdi. Qo'llarini qayrib mashinaga tiqdi. Sog'lom kirgan insonlar o'lik chiqdi. O'ylab ko'ringlarchi, axir bu hayotmi? Boshliqlar bizga do'stmi yoki yotmi? Buni ikkinchisi. Uchinchisi. Oqil yigitning laylosi buzilmasin. Laylo go'zalning oilasi buzilmasin. San'atkor orzusi tori uzilmasin. Mardlarning hech do'stlik tori uzilmasin. Yosh oilaning onasi uzilmasin. Yosh oilaning otasi uzilmasin.
yosh oilaga yomon ko'z suzilmasin. Ikkinchi ahmoq oila tuzilmasin. Xoinlar dastidan vatan buzilmasin. Yevroni shaytonlari tizilmasin. Mard yigitlarning sirlari sezilmasin. Sotqinlarning ro'yxati yozilmasin. Bloger jurnalistlarga choh qazilmasin. Biroq barq urib gullayotgan bog' buzilmasin. Keksalar aytgani darsni yoshlar oladi. Keksalar aytgan darsni yoshlar oladi. Temirga yozilgan dars bo'lib qoladi. Mana aziz vatandoshlar, mana bunday qilib she'r yozib ham turmasak, odam o'zini sog'lommi, nosog'lommi, yo fikri buzildimi, yo tentak bo'lib qoldimi sezmaydi. Aqli ozayotganda nimadan bilishi mumkin inson? Aql ozayotganini yo bir miyasi ayniganini nimadan sezishi mumkin? 5 vaqt namozni buzmay aytishdan, 5 vaqt namozni buzmasdan o'qishdan o'zini sezadi. Adashmayaptimi? Bo'ldi, demak sog'lom degani.